u muhit bilan bu muhit farqi bor aka. Tushunasiz bor. Mana masalan bitta ishlatib, ko'rsatib, hamma yo'lib necha yil o'tirib, uni ushlab, suyanadi, biz kelanda bu suyanib o'tirsa. O'shanaqa ko'rsatib, yerda yarim soat o'tirib, his qildirib, chiqarib olaman degan maqsadda buni yoqiydigan qildim-da. Ba'zida oldin 21-asr shaharotida o'shasi davrda yasayman. Endi zagotovka qilib qo'yaylik deganda bir xil montajdan yaqin qo'yish. Aniqda bitta 25 ga 6, 25 ga 8 narsasida o'zgarishdi, boshqa narsada o'zgarish yo'q bu yerda mana. Bu zo'r narsani qilish kerak. Ham xavfsizlikka yaxshi, ham ish yurishiga zo'r. Shu tomonlariga zo'r. Bitta pulni olamiz, sizga pechatini urib beramiz.